ruchkani ichiga broneplyonka yopishtiramiz akalar. Sabab har doim bilasizlar, qo'lni tiqqanda qirilib ketadi. Shuning uchun hozir biroz chiziladigan joyi hozir broneplyonka yopishtiramiz. Sizlarga men ko'rsataman hozir shu. Xo'p, buni bitta spirtga qatiramiz. Ko'ryaptimi-ku? Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Rosa tegadigan tekis turib. Mana yaxshilab spirtga qatiramiz. Yaxshilab qatigandan keyin, xo'p, endi tagigan ochib spirt urib olamiz. Spirt uramizda ikkiga. Ko'pchilik mana shunday tarang qilib turib tortadi. Biz mana sal berib turib tortib qo'yamiz. Shtobi natijasiga kamroq bo'lsa, ya'ni cho'zilish. Plyonka o'zini holatida yotsa, keyin anaqaroq bo'ladi deydi. Ancha-muncha chiqib ketmaydi hozir. Spirt oz qoldi. Hamma yo'q, bitta spirt tegizib olamiz. Keyin endi bitta chiqaramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qaranglar. Bitta qilib. Ana akalar. Qalay chiqdi? Bitta yaxshilab ko'rsak, mana bunaqa joylarni suvini olib tashlaymiz. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Hozir qanaqa ideal chiqdi. Hozir buni ortiqcha joyini kesib tashlaymiz. Ortiqcha bosmasdan kesamiz. Kuzib o'tkazmaymiz-da. Keyin to'g'ri spirt sepib o'xshayib qolmaydi, qaranglar. Tepasini kesamiz endi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh jalol qilmagan. Mana. Ko'rdilarmi? Ko'ryapsizmi? Ana, xudo xolasa ideal darajada. Ko'ryapsizlarmi? Ruchkaga уже broneplyonka yopishtirib bo'lindi. To'xtab turing, bitta artib qaranglar. Bitgan holati ko'ringlar. Qo'lni qilganda endi shilinib chizilib xunuk bo'lib ketmaydi. Agar eshikni polniy qilmasalar ham, mana shu joyda o'zini kesalar ham qilib beraveramiz akalar. Yangi mashina olganlarga jo'natib qo'yamiz. Ideal darajada chiqdi, ko'rdinglar. Даже yo'q deb turibdi, mana nima qilganda bilinmaydi. Ayniqsa videoda ayollarga jo'natinglar, tirnoqlar uzun-uzun ayollar bo'ladi. Bunaqasiga soladi. O'shalarga foydali bo'ladi.